Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Bugun 24-mart, hafta kuniga dushanba, 2025-yil. Biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashi parranda bozoridan video qilamiz. Yo'llarimiz kichkinalari 90 mingdan, kattalari 120 ming so'mdan ekan. Kami bor ekan. Nech puldan ekan o'rdaklar? 250 dan kami bor. O'rdaklarimiz 250 ming so'mdan kami bor. Unda nech pul? 500 kami bor. Undagimiz 500 ming so'm kam bor ekan. Xo'rozlarimiz 100 ming so'mdan kami bor ekan. O'rdaklarchi? O'rdaklardan kamdan 130 ming so'mdan kami bor, erkak 250 ming so'm kami bor. Erkak 250 ming, makallar 130 ming so'mdan kami bor. Bular qanaqa zot monolar? Qo'yilmi deydi. Qo'yilib. Nech puldan bular? 100 mingdan kami. Bular uchalasi ham xo'roz shekliga 100 ming so'mdan kam bor. Qo'yilib. To'pqir ko'zlarni qora bo'ladimi? Go'shigacha qora ekan. Bular ham 100 mingdanmi? 100 mingdan, narigilar 60 ming so'mdan go'shlar. Mana kichkinalar 60 mingdanmi? Yangi chaqirgan xo'rozchalar. Kimga kerak bo'lsa, dorilikka. Nomeringizni aytasizmi? 93lik 454 55 96 ga murojaat qilaverasizlar. Quyonlar ham bor ekan. Bular nech puldan quyonlar? 150 ming kami bor, bitta qolgan 100 mingdan kami bor. Kattasi 150 mi? Kattasi 150 ming, qolganlari 100 ming so'mdan kami bor ekan. Makallar nech puldan? 5 ta Xo'rozchi? qilyapti ekanlar. Bittasi Xo'roz tug'adi, bugunga tuxumi yo'q. Xo'roz nech pul? Chamashoda so'ngga kilodan 140 danmi? Makallar so'ragan makallar. Dunyo odam olsa nazar qilib boqadi. Tuxumlayaptimi bular? Ko'rsatib olaverasiz. Bir odam Makallar tuxumda ekan. garantiya to'g'ri. Tovuqqa garantiya ekan mana. Lekin xo'rozimiz 500 ming so'm kami bor ekan mana. Bu xo'rozimiz 600 ming so'm kami bor ekan. Jo'ja xo'roz ekanmi yo tulakmi? Tulakka endi o'tadi. Tulakka endi o'tar ekan. Lekin xo'rozimiz 500 ming so'm kami bor-a? 500 ming so'm kami bor ekan mana. Chaqiryaptimi bu? Ha, chaqiradi. Chaqiryapti ekan xo'roz. Xo'rozlarimiz 100 ming so'mdan 80 ming so'mdan kam bor ekan. Manasi nech pul? Mana 80 ming so'm kami bor ekan bu xo'rozimiz. Xo'rozimiz 170 ming so'm kami bor ekan. Makallari ham shunaqa ekan. Makallar tuxumlayapti. Valla borib chiqmadi. Bitta bor, oyda qora bor.
tabii. Açık bu var. Değil. Güce horozlarımız 70 mindən 100 min geçe ekan. Yangi chaqirgan horozchalar. Makellarimiz uzuglar misollar. Tallab olishadi. Xumlayapti ekan makellar. Bu Brahma horoz nech pul? Brahma horozimiz 150 ming so'm ekan. Horozlarimiz 100 ming so'mlik ham bor ekan. O'rdagimiz 200 ming so'mga ham bor ekan. 5 mingdan ko'chalar 5 mingdan. Sendi jo'jalarimiz 5 ming so'mdan ekan mana. Nech kunlik bo'ldi bular? 12 kunlik bo'ldi. Jo'ja so'raganlar mana. Bular ham 5 mingdanmi? 5 ming. Jo'jalarimizdan 5 ming so'mdan ekan mana. Qora jo'jalarimiz 9 ming so'm dedingizmi? 9 ming so'm, 7 ming so'm. Makellarimiz 120 ming so'mdan kami bor ekan. Hammasi tuxumda ekan mana. Yosh makellar ekan. Bularchi nech puldan? 100 ming. Bular 100 ming so'mdan ekan. Bu makellarimiz 150 ming so'mdan kami bor ekan. Tuxumlayaptimi bular? Hammasi tuxumda ekan. Jo'jalar nech puldan? Bular aka 4,5 ming. Sen deymi? Bularchi? 2 ming. Bular 2 ming so'mdan, bular 4 ming, 4,5 ming so'mdan. 4,5 ming. 8 metrga 6 metrda 12 metrda qo'yib yuborgan. G'oz nech pul ekan? Bosh 250 dan 500 hektar. G'ozimiz 500 ming so'm ekan ikkalasi. Qora jo'jalarimiz bunisi 20 ming so'mdan. Nech kunlik bo'ldi bular? 18 kunlik, 20 kunlik bo'ldi. 18 kunlik, 20 kunlik. Bunisi 25 ming so'mdan kami bor ekan. Kami bor? Ya bo'ladigan. Bora sotilishi. Bo'ladigan. 25 kunlik. O'rdaklarimiz 130 ming so'mdan kami bor ekan. Bularchi kattalari? Kattalari 700 ming so'mdan kami bor ekan mana. Yapon xo'rozchi? Yapon xo'roz nech pul? Yapon xo'rozi 30 ming so'm. Mana xo'rozlar nech puldan? 150 dan. Xo'rozlarimiz 150 ming so'mdan. Seserkachi?
Sirkemiz 100 ming so'm. Ördeklerimiz 200 ming so'mdan ekan. Neçe koşu biri? Yok. Oldu mu oldu ya? Gel yok. Sen bizim bakmaya bana mı oğlum? Xo'rozimiz 800 ming so'm. Oraya gel. 20 liraya kalmışsan soydun da. Dekan qancha dekan? Dekani qancha? Dekan xo'rozimiz qancha dedingiz dekanni? 200 ming so'm kam bor ekan dekan. Tek o'zi ko'r ekan. Yok,